Kamera, motor. Yo'q, bu men uchun birinchi marta. Biz Amerikada birinchi marta bo'lyapmiz va bu safar Las Vegas, Amerikada birinchi bor bo'ladigan joyim bo'ldi. Ha, shubhasiz bu birinchi tashrif uchun juda o'zgacha shahar. Menga bu yer juda yoqmoqda. Birinchi taassurotlaring qanday? Bu yovvoyi shahar. Bu yerda telbalarcha odamlar juda ko'p. Xo'sh, senga savol. UFC yarim yengil vazn toifasida chempion bo'la olasanmi? 100%. 100% men yarim yengil vazn toifasida chempion bo'laman. Men bosimni his qilmayapman. Men hech qanday bosimni sezmayapman. Bilasizmi? Odamlar men ustimga bosim tashlashmoqda, lekin hozir men hech narsani sezmayapman. Demak, ha, men bosimni sezmayapman. Odamlar aytadi, sen butun bir xalqning umidisan. Unda menga yana bir nechta xalqning umidini yuklab qo'ya qoling. Chunki men buni sezmayapman. Shotlandiyani ham qo'shing. Hammasini yuklang. Chunki men hech narsani sezmayapman. Men shunchaki o'z ishlarimni qilaman. Men har doim o'zimni eng zo'ri deb hisoblaganman. Men o'zimni allaqachon chempiondek his qilaman. Shuning uchun men o'z yo'limda davom etaman. Va boshqalar uchun yo'l ochaman. Tushunyapsizmi? Bu mening maqsadim. Men boshchilik qilaman, yo'l ochaman. O'z hamyurtlarimga, umuman olganda barcha yevropaliklarga, albatta irlandlarga, balki shotlandlarga, boshqa xalqlarga ham yo'l ochib bermoqchiman. Men bu odamlar uchun eshikni ochmoqchiman. Ularga ko'rsatmoqchiman. Biz ham bu yerda raqobatlasha olamiz. Biz bema'nilik bilan shug'ullanmaymiz. Bizning darajamiz ham butun dunyo darajasida deb. Lekin biz endigina boshlaymiz. Ba'zida men, masalan, jangni tomosha qilaman. Sizningcha jamoangizdagi yigit jang qilayotgan bo'lsa va u qandaydir ahmoqona bir narsa qilsa, men uni payqayman va mashg'ulot vaqtida o'sha narsani takomillashtirishga harakat qilaman. Masalan, Diaz aka ukalari. Men ularning janglarini ko'rganman va ularning uslublaridan ba'zilarini o'z bokschilik uslubimga qo'shib chiqqanman. Yoki masalan, men Anderson Silvaning janglarini tomosha qilaman. Undan bir narsa olaman. Chuck Liddelldan bir narsa olaman. George St. Pierre'dan ham bir texnika o'rganaman. Men bu o'yinga o'quvchi sifatida yondashaman. Men har narsaga ochiqman. Men xohlaymanki, tanam turli yo'llar harakatlana olsin. Men shunday erkin harakatlana olishimning sababi, men barcha uslublarga ochiqman. Men hammasini o'rganaman. Shunda bu o'yinda ustun bo'lishim mumkin. Bu o'yinda muvaffaqiyat qozonish uchun inson tanasining turli usullarda harakat qilishini tushunishingiz kerak. Siz tushunyapsizmi? Tanada hujum va himoya uchun har xil harakatlar mavjud. Hali odamlar ko'rmagan juda ko'p zarbalar bor. Mening arsenalimda shunday zarbalar bor. Hali hech kim ko'rmagan zarbalar. Shuning uchun men tayyorman. Men o'z qadriyatlarimni, nimalarga qodir ekanligimni ko'rsatishga tayyorman. Va shunda balki bir necha yildan so'ng 23 yoshlardagi boshqa bir yigit shu yerda o'tirib, men haqimda xuddi men hozir Chuck Anderson yoki boshqa afsonalar haqida gapirganimdek so'zlaydi. Jangdan oldin qandaydir rituallaring bormi? Yo'q. Aytgancha rituallar haqida. Rituallarni boriga ham yo'q. Rituallar bu qo'rquvning sinonimi. Voy, men omadli shortilarimni unutdim. Endi yutqazaman. Bunday gaplar to'liq bema'ni. Nima? Omadli shortilar yoki yana qandaydir omadli narsa yoki voy jangga chiqishdan oldin men buni ichishim kerak. Bo'lmasa yutqazaman yoki men jangdan oldin 55 ta duo olishim kerak. Tushunyapsizmi? Bu hammasi qo'rquvning belgisi. Sen qo'rqayapsan. Shuning uchun o'zingga aytasan. Men buni qilishim kerak. Oldin qilganman. Oldin qilgandim, foyda bergan. Demak, endi doim shuni qilishim kerak. Menimcha bu to'liq ahmoqlik. Meni qachon xohlasangiz, o'sha paytda oktagonga olib chiqing. Menga hech qanday rituallar kerak emas. Hozir o'tirgan mana shu stulimda ham sinishim mumkin. Tushunyapsizmi? Shundan keyin meni oktagonga olib chiqing. Men chiqaman va o'z ishimni qilaman. Hech qanday rituallar yo'q. Men nazarimda rituallar bu faqat qo'rquv. Hammasi bularning barchasi. Hammasi bularning barchasi. Arim-sirimlar, ishonchlar, bular faqat qo'rquv ifodasidir. Men hech narsadan qo'rqmayman. Ko'rinishidan sen mag'lubiyatga bahona izlaydiganlardan emassan. Yo'q, hech qanday bahona yo'q. Tushunyapsizmi? Meni yengishgan, men mag'lub bo'lganman. MMA'da ham, boksda ham. Men o'quv mashg'ulotlarida bir necha bor yutqazganman. Men doimiy ravishda mag'lub bo'lganman. Nima bo'lsa, shuni tan olish kerak. Har qanday chinakam jangchi buni biladiki, bu o'yinda muvaffaqiyatga erishish uchun sen ko'plab mag'lubiyatlarni boshdan kechirishing kerak. Tushunyapsizmi? Sen juda ko'p marta yutqazishingga to'g'ri keladi. Hammamiz bir xil his-tuyg'ularni boshdan kechiramiz. Oxir-oqibat bir yigit bitta kiyim almashtirish xonasida, ikkinchisi boshqa xonada. Ikkalasi ham qo'rqadi. Masala esa kim o'z qo'rquvini yenga oladi. Men nolimayman. Men bahona qilmayman. Hammamiz bir xil emotsiyalarga egamiz. Hammamiz yutqazamiz. Hammamiz yutqazganmiz. Bu sport. Nima bo'lsa shu. Shuni qabul qil. Undan saboq ol. Nimanidir o'rgan. Chunki agar sen o'rganishni to'xtatsang, doim yutqazaverasan. Shuning uchun men doim o'rganaman. Jang natijasidan qat'iy nazar. Yutamanmi, yutqazamanmi? Men nimanidir o'rganaman. Bilasizmi, odamlar ko'p aytadi. Mag'lubiyat seni ko'p narsaga o'rgatadi. Va bu haqiqat. Mag'lubiyat senga katta saboq beradi. Lekin g'alaba ham senga saboq beradi. Ayrimlar aytadi: "Ha, men uni yengdim. Demak, men eng zo'riman."
Men g'olibman. Endi men bunchalik qattiq mehnat qilishim shart emas. O'rganishim ham shart emas. Men allaqachon g'olibman. Bu xavfli tuyg'u. Bu seni egallab olishi mumkin. Ayniqsa bizning o'yinimizda. Ayniqsa UFC'da. Bu yerda media bosimi juda katta. Odamlar sen bilan rasmga tushishni istaydi. Shu kabi har xil chalg'ituvchi narsalar bor. Bu senga to'sqinlik qilishi mumkin. Bu seni butunlay o'zgartirib yuboradi. Siz ham buni ko'rgan bo'lsangiz kerak. Men bunday holatlarni tez-tez ko'rib turaman. UFC'ga kelgan yigitlar, lekin ularning darajasi o'smaydi. Ular bir joyda to'xtab qoladi. Bilasizmi? Stagnatsiya degan so'z bor-ku, aynan o'sha stagnatsiya. Keyin ular yanada yomonlashadi. Jangga tayyorsiz chiqishadi. Ko'rinib turibdiki, ular formada emas. Vazn tashlash zo'rg'a qilinadi. Oktagonda bo'shashgan sekin. Bu men bilan hech qachon bo'lmaydi. Men doim tayyorman. Men doim formadaman. Meni yomon formadagi holatimda ko'rmaysiz. Yutamanmi yoki yutqazamanmi? Men doim jangga tayyorman. Hech qanday manmanlik yo'q. Bu o'yinda manmanlikka joy yo'q. Hammamiz yutganmiz, hammamiz yutqazganmiz. Nima bo'lsa shu. Ishni davom ettir, harakatni to'xtatma. Chinakam jangchining eng asosiy sifati bu ochiq fikrlikdadir. U barcha jang uslublariga ochiq bo'ladi. U har bir yondashuvni savol ostiga qo'ymaydi. U uchun noto'g'ri degan tushuncha yo'q. Siz bunday odamlarni ko'rgan bo'lsangiz kerak. Biz faqat mana bunday qilamiz, qolgan hammasi noto'g'ri. Men bu ishni faqat mana bunday qilaman. Sen qilganing noto'g'ri, tushunyapsizmi? Lekin aslida bu noto'g'ri yondashuv. Chunki juda noto'g'ri degan narsa yo'q. Hammasi ishlashi mumkin va mana shu narsaga ochiq bo'lgan kishi chinakam jangchi. U yangi uslublarni qabul qiladi, sinab ko'radi. Chunki bu o'yinda faqat bittagina yo'l yo'q. Shuningdek, chinakam jangchining yana bir sifati bu xotirjamlik. U tinch va sokin. U hayotda ham xotirjam bo'ladi. Menimcha chinakam jangchi aynan shunday bo'ladi. Lekin yana bir narsani aytaman. Men hali o'rganish jarayonidaman. Men ham xotirjam va sokin bo'lishga harakat qilaman. Ba'zan og'zimdan chiqqan bir gap boshimga balo keltirishi mumkin. Bu ham bo'ladi, lekin baribir men hali ham o'rganyapman. Men uchun chinakam jangchi bu har qanday uslubga ochiq, o'zini nazorat qila oladigan tinch, sokin odamdir. Seningcha bizning sport UFC qanchalik katta bo'lishi mumkin? Bu sport aslida hali ham go'dak holatida. Ha, to'g'ri eshitdingiz. Hozircha hali ham bir chaqaloq. Ammo har kuni o'sib boryapti, har kuni o'smoqda. Bu sport uchun hatto osmon ham chegara emas. U turli xalqlarga, turli millatlarga yoyilmoqda. Har bir millatda o'z yulduzi paydo bo'ladi va ana shu yulduzlar butun mamlakatlarni orqasidan ergashtiradi. Bu hali boshlanishi, tushunyapsizmi? Bu faqat boshlanishi. Shunday ekan osmon chegara emas. Osmon sari boramiz va undan ham uzoqqa. Shunday bo'lsin, Konor, barchasi uchun rahmat. Zo'r bo'ldi. Ajoyib suhbat uchun rahmat.